Jahannamga hukm qilinganlarni yo'lda farishtalar to'xtatadilar. Oxirat olami sirlaridan voqif bo'lganlar uchun shunday qiladilar. Yumshoq tabiatli va itoatli farishtalar odamlarni qo'rquvdan yiqilib tushmasinlar deb yo'lni kengaytirishadi. Yo'lda ularga Alloh taolo xitob qiladi. Ularni yo'lda to'xtating, chunki ular javob berishlari kerak. Shu tariqa ular yo'lda to'xtatiladi. So'ng yana nido keladi. Nima uchun sizga yordam kelmayapti? Shundan so'ng ular tamomila taslim bo'lib, qilgan gunohlarini o'z bo'ynilariga oladilar. Qur'oni Karimda marhamat qilinadi. Bas, ular o'z gunohlarini shu tarzda e'tirof etadilar. Endi do'zax ahliga halokat bo'lgay. Mulk surasi 11-oyat. Keyin ular jahannamga otib yuboriladilar. So'ng katta gunoh qilganlar navbati bilan kelaveradilar. Ba'zilari qariyalar, bir qismi ojizlar, ayollar, yoshlar bo'lib bir joyga to'planadilar. Jahannam qo'riqchisi Molik degan farishta: "Ey jahannamliklar, nega qo'llaringiz bilan qilgan gunohlardan uyalmagan holda keldingiz? Yuzingizda nur va sharaf yo'q, holatingiz yaxshi emas" deb so'raydi. Shunda ular: "Ey Molik, bizlar ummati Muhammadning gunohkorlarimiz. Gunohlarimiz uchun yig'laylik, bizni holi qo'y" deyshadi. Farishta aytadi: "Istaganingizcha yig'layveringlar, ammo endi sizga buning foydasi yo'q. Voy holimizga voy, shu soqollarimizga oq tushganda qilgan gunohlarimizga voy" deb yig'laydilar. Qarilik, endi qandoq qilaman? Umrini shamolga uchirgan yoshlar ham afsus nadomat chekadilar. Essiz yoshligim, qo'ldan boy beribman. Ayollar ham pushaymon qiladilar. Essiz umrimiz, koshki edi shon shuhrat va gap so'zlarga berilmaganimiz deydi. Shu payt haq taolodan nido keladi: "Ey Molik, ularning barchasini birinchi eshikdan jahannamga tashla." Jahannam ularni o'z domiga tortib yutmoqchi bo'lganida barchalari birdan "La ilaha illalloh" deb baqirib yuboradilar. Tavhid kalimasini eshitgan jahannam olovi ulardan 5 yillik masofaga qochib ketadi. Ular yana yig'lay boshlaydilar. Yana nido keladi: "Ey jahannam, ularni o'zingga tort. Ey Molik, ularni ushla." Shunda momaqaldiroq gumburlab jahannam ular tomon yuradi. Jahannam ularning qalblarini yoqmoqchi bo'lganida Molik aytadi: "Ey olov, Qur'ondan zarracha asar bo'lgan qalbni yoqma, chunki unday qalbga iymon kirishi ehtimoli bor. Rahmon bo'lgan Allohga bir marta sajda qilgan peshonani yoqma, chunki ularni sajda izi iymonga chaqiradi." Shunda bir kishi qattiq qichqiradi. Uning ovozi jahannam ovozini bosib ketadi. U kishi jahannam olovidan bir muddat yongach tashqariga chiqariladi. Alloh taolo undan so'raydi: "Senga nima bo'ldiki bunchalar dod faryod ko'tarasan? Ey Robbim, sen meni hisob qilding, oxiri jahannam azobiga giriftor aylading. Ammo men shunda ham sendan umidimni uzmadim. Meni har qanday ahvolda eshitishingni bilardim. Shuning uchun qattiq baqirdim. Faqat zalolatga botgan kimsalargina mendan rahmat uzishi mumkin. Xotirjam bo'l, seni kechirdim." Yana boshqa bir odam ham jahannamdan chiqariladi. Alloh taolo marhamat qiladiki: "Jahannamdan chiqding-ku-ya, jannatga qaysi amaling bilan kirmoqchisan? Ey Robbim, men sendan oddiy bir narsa so'rayman." Shunda u kimsaga bir daraxt beriladi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ey bandam, bu senga mendan hadya. Agar bir daraxtning mevasidan bitta yesang yoki soyasida dam olsang, undan yaxshiroq va ko'rkamroq yana bir daraxt hadya qilaman." Banda daraxtga uzoq tikilib qoladi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ikkinchi daraxt ham senga yoqdimi?" "Albatta yoqdi. Men seni mag'firat qildim. Mendan yana boshqa narsa istaysanmi?" "Yo'q, ey Robbim, sendan boshqa hech narsa istamayman." Odam Robbisining hadyasiga uzoq vaqt tikilib qarab qoladi. Mevasidan yeb soyasida dam oladi. Alloh taolo yana so'raydi: "Ey bandam, mendan yana biror narsa tilaysanmi?" "Izzating va jaloling haqqi, boshqa narsa so'ramayman." Alloh taolo bu javobdan xursand va rozi bo'lib, u bandasini ham afv qiladi va jannatga kiritadi. Qiyomat kuni yana bir kishi keltiriladi. Hisob kitob qilinib, jazoga hukm qilinadi. Ilohiy adolat tarozisida gunoh va savoblari tortiladi. Alloh taolo milliardlab insonning amallarini hisoblashdan adashmaydi. Har kim u kunda o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Hamma qo'rquv va dahshat ichida ilohiy hukm o'qilishini kutib turadi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladiki: "Sizni bitta nafsdan yaratgan Robbingizdan qo'rqing. Alloh mulki va sirining chegarasi yo'qdir." Janobi Haq taolo hech bir ishda adashmaydi va xato qilmaydi. Ana shunda bir kishi o'g'li oldiga keladi va unga: "O'g'lim, men seni boqdim, yedirdim, kiydirdim, bir tishlam et holingdan katta qildim, har qanday xavf va xatardan himoya qildim. Bugun menga savoblaringdan bitta ber" desa, bola beradimi?
Yo'q, aslo. Qiyomat ana shunday chorasiz kun. Bola o'z otasidan, ota o'z farzandidan madad kutadigan kunda har kim o'z nafsini qutqarishni o'ylab qoladi. Alloh taolo marhamat qiladi. O'sha kunda kishi o'z birodaridan qochur, yana onasi va otasidan ham, xotini-yu o'g'illaridan ham qochur. Abasa surasi 34-36-oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, insonlar yalang'och hollarida hashr qilinadilar. Buxoriy, Muslim, Termiziy rivoyati. Oyisha volidamiz roziyallohu anhu esa, "Voy, qanday yomon uyatli holat", dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mazkur oyati karimani o'qidilar. Chunki u kunda ulardan har bir kishi uchun o'ziga yetarli tashvish bo'lur. Abasa surasi 37-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat dahshatini juda ko'p marotaba eslatganlar. U kunda amallar va sahifalar o'rtaga chiqadi. Yalang'och holda turgan odamlarning xayoliga o'z taqdiri va o'qiladigan hukmidan boshqa hech narsa kelmaydi. Mo'minning sahifasi gul yaprog'idan, kofirning amal sahifasi sadr daraxti bargidan bo'ladi. Nomai a'mol kimlargadir o'ng tomondan, kimlargadir chap tomondan beriladi. U kunda hech kimning qo'lidan bir ish kelmaydi. Biz har bir insonning amalini bo'yniga qilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomai amalini chiqarib berurmiz. Isro surasi 13-oyat. Sirot ko'prigidan o'tuvchi kimsa bir pasda hovuzga yetib bora olmaydi. Yo'lda yana insonni halok qiluvchi 7 dona ko'prik bor. 70 ming kishi hech qanday hisob kitob qilinmay to'g'ri jannatga kiritiladi. Ular uchun tarozi o'rnatilmaydi, amal daftari ochib ko'rilmaydi, faqatgina barat beriladi. Unda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan yozuv bor. Ularga falonchiga jahannamdan ozodlik va jannatga kirish uchun ruxsatnoma beriladi. Bir tarafdan nido keladi: "Ey falonchi, Alloh taboraka va taolo sening gunohlaringni kechirdi. Endi senga hech qanday qo'rquv va xatar yo'qdir." Ilohiy kitob nozil qilingan payg'ambarlar katta minbarlarda o'tiradilar. Ulardan pastroqda kitob nozil bo'lmagan nabiylar, keyin olimlar, shahidlar, solihlar, qorilar, muazzinlar baland-baland minbarlarda, mushku anbarlar sepilgan ko'rpachalarda o'tiradilar. Rivoyatlarga ko'ra, Qur'oni Karim qiyomat kuni o'z o'quvchisini chiroyli odam ko'rinishida shafoat qiladi. Dunyo qop-qoraygan holda, yuzlari bo'rishgan, qiliqlari g'alati, jirkanchli bir chol ko'rinishida keladi. Odamlardan so'raladi: "Buni taniyapsizlarmi? Allohim, uning yomonligidan sening panohingga sig'inaman. Bu sizlar ko'ngil qo'ygan, yaxshi ko'rgan dunyodir. Sizlar u yerda bir-biringizga hasad qilar edingiz, dushmanlik qilardingiz." Keyin yasangan kelin suratida juma kuni keltiriladi. Undan bir ajoyib mushk ifori taralib turadi. Mo'minlar uni qurshab oladilar. Undan tiniq va bag'oyat ko'zni qamashtiruvchi nur taralib turadi. Uning atrofidagi jamiki mo'min musulmonlar jannat tomon yura boshlaydilar. Allohning rahmati keng. Qur'on, islom va juma bularning barchasi ilohiy rahmatning tajallisi bo'lib, qiyomat kuni shafoat qiladilar. Qur'on jabarut olamidan, islom esa namoz, ro'za va sabr kabi malakut olamidan bo'lgan holda Allohning izni ila kuzatish mumkin bo'lgan shaklda tajalli qilishadi. Xandaq urushida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam: "Ey foniy jonlarning va imtihon qilinuvchi vujudlarning Robbisi", deya nola qilgan edilar. Bu esa Alloh istagan har bir chirib ketishini, barchaning yaratuvchisi va Robbi Alloh ekanini dalilidir. Orzumuzdagi to'g'ri yo'ldan mo'minlarga mujdalar bo'lsin. Janobi Haq taolodan lutfi karami bilan bizlarni mag'firat qilishini so'raymiz. Alloh bizga kifoyadir. U qanday go'zal vakildir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va u zotning oila a'zolari va sahobalariga salomlarimiz va duolarimiz bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu ma'lumotlarning barchasi Imom G'azoliyning Oxirat olamining sirlari kitobidan o'qib berildi. Keyingi kitobimiz inshaalloh bundan ham qiziqroq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.